Lekin siz hozir meni savolimga javob bermadingiz. Meni o'ldirish kimga kerak o'zi? Oilanglarning dushmaniga bir narsa kerak. Shu narsani topmaguncha sizlarga tinchlik bermaydi. Nima kerak o'zi unga? O'zim ham bilmayman. Lekin akang Kamron buni yaxshi biladi. Shuning uchun ham u bu yerdan ketib qoldi. Hali akam ketib qoldimi? Qayerga? Menimcha, uyda hech kim yo'q shekilli. Shunaqaga o'xshaydi. Siz qo'rqoqlik qilyapsiz, Kamron. Muammolar yig'ilib kelganda ularni hal qilish o'rniga qochib ketdingiz. Nima desangiz deyavering. Menga baribir. Xo'sh, menchi. Nima siz? Men ham baribirmanmi sizga? Nima deganingiz bu? Tushunarli. Siz aytgan muammolar aslida juda ham murakkab. Siz boshingizga mendagi kun tushmasin. Men otamni yo'qotdim. Bankrot bo'lay deb turgan kompaniya meni qo'limda qoldi. Akam mas'uliyatsiz. Senim o'jarlik bilan o'z hayotini o'zi rasvo qilyapti. Men esa bularni hammasini hal qilishim kerak. Bu oson emas. Tushunyapsizmi? Bu gaplarni menga aytyapsizmi? Menga. Yoshligida otasidan yetim qolgan, akasini qo'lida o'sgan qizga-ya? Kamron, sizni har holda shu yoshingizgacha ota-onangiz yoningizda bo'lgan. Sharoit yaratib berishgan. Shuning uchun sizni nolishga haqqingiz yo'q. Men nolayotganim yo'q.